Eve bir kirib mashina oldim. Endi ko'chadan qo'shnilar orqasini yondiraman. Mahallada voy voy deyman. Tabralaman dedi, yangi mashina olsiz. Lekin 33 ga kirdi. Qancha ekan deysiz? Qo'lingga bir oy qatta olasiz qizig'i. O onang demaydi, o'zi mashinani olguncha 51 ga kirib ketdi. Yoshim o'tib ketdi. Endi pravani qatta olaman. Bor yo'q xolos esatni beshaning urib ayaqdan chiqarib tashlayman. Mashinani sotib olaman shekilli endi. Onang nimaga yetirmayapti bu? Ha, dada, nima qilyapsiz? O'zimni osaman. Ha, nimaga? Pravam yo'qligi uchun. Ha, o'lsangiz boshda kim yo'ladi? O'zimni olib ketib, u yoqda haydab yuraman. Nimaga yeb bilib? Eslatdi o'zi pravam yo'qligiga sen eslatdi. Dada! O dada, doladamisiz qaydasiz? Qachon yerga berasiz? Ha, pasport yo'qingni? Chetdaman-ku. Men yerga bera olmaysanmi? Mana bormi o'zi? Dada, u nima o'zi? Ya, qanaqa narsa u? Kelsa tushuntiruvchi? Manaqqa kelgan tushuntiraman buni o'zi. Ha, tushuntiruvchi bo'lmasa dadam men bilmadim. Yigitlik or-nomusing bormi deyapman. Diplom yo'q jinna. Bor shekilli dada. Urib pachag'imni chiqarib yubordingiz. 27 ga kirdim. Faqat men uylanmayman, sinfdoshlarim bor-ku. Ikkitadan bolasi bor. Bolalari hammasi maktabga kirdi. Qachon men uylanaman? Pasport yo'qingni yoz qish demay, shunday katta dalada o'zim ishlab yuribman. 27 ga kirali 1 so'm pul topganing yo'q. Dada, o'zim pul topib baqaman, xotinimdan ham sizlardan baqaman. Baklash ketar bo'lsam pul topib uyimga non olib kiraman. Nima qilishim kerak? O'zi baklash ketayotgan bolalarga o'xshaysan. Uylantirib qo'ying, karotchi. O'g'lim, senga bir haqiqat aytma. Ay, ayting. Shu desang, ikkinchi xotinim bor. Yo'q, endi nima bo'lar ekan? Ikkinchi xotinimizga uylantirib qo'yavering. Yo'q, manaqa kelgin. Aqli past, o'ngga past. Yig'lama muhabbat, yig'lama. Ha, ona yurgin. To'g'ri bo'lmaydi, piyada. Qachondan beri tuxum tug'mayapsan. Urib pachani chiqaraman endi baki. Ha, onang demgir to'g'ri bo'lmaydi, bir pidaras to'xta. Bolamga bermagan go'sht senga olib beryapsan. Qara, reminam yo'q. To'xta pidaras. Sen olganiga 1 oy bo'ldi. Bitta tuxum tug'ib bergan yo'qsan. Yur endi. Odamlardan so'rayman ko'chaga chiqib. Sentrga olib chiqaman seni. Yur. Mana to'g'im tug'mayapti. Nima qilish kerak? Nasa, bu xo'rozmi? Tug'maydi bu. Tug'adi. Tug'maydi. Tug'adi deyapman. Bor, tug'adi. Oylig'im tushdi. Hangi bo'lyapti? Oylig'im tushdi. Kredit yo'q bo'larga o'xshasa kerak ekan. Kreditim bor edi. Aka, bitta telefon qo'ri, zarur ishim bor edi. Odam kelmayapti. Shuni telefonda gaplashib oling. To'xta. Telefonim o'g'irlab ketib qolsa-chi, orqasidan chiqaychi. Ha, O'zbekiston ham jahon chempionatiga chiqibdi o'rta. O juda xursand bo'ldim. Malades, lekin bizda ham zo'r bo'lar-ekan futbol bo'yicha. O'ngga tesiz. Yo'q, hozir olib kelib beraman aka. 1 minut sabr qilib turing, 1 minut. Oyligim tushgan. Agar sen bo'ladi deb kreditim yechib olsa, ko'tingdan yiraman. Nima gaplashsan? Seni deb kreditim bormi? Ha, otam, nima bo'lyapti? Ha, janoza urushqa bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi, oldimga kelavering. Bitta silab turib, eslab ola qilib jo'natib yuboraman. Bo'ldi. Xo'p, kelavering. Salbi pochcha. Ha, otam, nima bo'lyapti? Jim turmay, yurman aka. Tabiiy pochcha bizni jiyancha har kun maktabda urushib kelyapti. Kecha bitta bolani uribdan bansiga tiqib qo'yibdi. Shuni davolasak bo'ladimi? Ha, otam, nima bo'lyapti? Mushak bor ekan. Nima? Jiyanim bor, o'ta yomon kasal bo'lgan bor. Aytdim-ku, kasallar bu. Bu jiyanimsa bor, og'rig'i yo'q. Jin kirib olgan buni ichiga. Jimbo deyapman, jimbo. Bitta yo'li bor. Qana yo'l bor, tabiiy pochcha? Ko'rsat. Otam endi urushmaysan, ha? Bo'ldi endi. Onang nimaga? Dalada chirib ishlab yurishimni qara. Meni o'rtoqlarim ikkita xotini bor, men uylanganim ham yo'q hali. Sen nima qilyapsan, garang? Aka, qara, biz senga topib oldik
O diy ukam qancha ekan? 200 so'm ekan. Qani ko'raychi. Etchimo nima qilding? Juvordingmi garang? Nima qilasan endi? Qarash qaramasandan. Buncha xavotir olyapsan, qo'rqma, uyga borib chichib chiqarib beraman. Yo'q, hozir chiqarishimiz kerak uni. Tanga vashi zarur kerak. Xo'p, nima qilsam bo'ladi? Yo'q bo'la. Garang qonimga pichoq tiqasanmi? Mana shu joyingda yotgan o'zim sendan tangani olaman. Yot. Ish balo qilmaydi. Yo'q, bola qilmaydi. 2 so'mga ikkita otingga uylanaman. Такой дерзкий, как Пуляревский. Qo'shni, qo'shni. Ey, yaxshimisiz qo'shni? Yaxshi emasda, asam buzilib turganda o'zi uyda ish bo'la yoqmayapti, va sizni baqirib kelishingiz yoqmayapti o'zi. Ha, nimaga sen buzilyapti? Yurang ko'rsataman. Qo'shni uyingiz yaxshi shukti-yu, qaytini buzasiz? Shu nimasidir yoqmayapti. Buzib tashlayman. Pardushkasini ham boshqatdan kuyib, bo'ldi noldan qilaman. Nimasidir yoqmayapti. Men ham bilmayapman o'shani. Quruqlari. Qo'shni mana shu qumam yoqmayapti. Ko'chaga olib chiqib turib, yana shunga qaytib to'kaymagan-a. Nimasidir yoqmayapti. Asam buzilyapti. Shunga ham bor-ku. Qo'shni kelin qayerda? Ha, ishga ketdi. Qo'shni shunga ham ajrashib ketdi. Boshqasiga uylanaymi ekan-a? Yoqmayapti qandaydir keladi. Qo'shni, istalmagan ismingizni yozsiz-a? Ha, yozib qo'ydim qo'shni. Bu stal ham yoqmayapti. Siz tomonga ko'chiraymi yo boshqa qilsam taktugidan deyapman. Men tomonga ko'chirmas, boshqa qilasiz. Ko'chiraman baribir. Qo'shni lekin mashinani almashtirmayman, hali bilaman buni. Qo'shni sizga radar kelibdi. Qachon keladi? Kecha kelibdi, uylanda hech kim yo'q ekan, qo'shningizga berib qo'yasiz, menga berib ketdi. Yo'q-a? Ha, mana. Radar qog'ozim. O'zi bir Andijon yo'lda onangga rasmga olganday bo'ladi. Pul miqdori 170 ming so'm. 170 ming pulni men hayotimda ko'rmaganman. Xotinni pulga yashab yuribman. Qo'limda ushlab ko'rmaganman 170 ming so'm pulni. Voy! Ko'zim bilan ko'rmaganman 170 ming so'm pulni. Qo'shni lekin nima qilyapsiz? Buzilganda o'shancha nimaga? Endi buni men pachaqlab turib, qanaqa qilaman?